O'tgan sonimizda menga birinchi mavsum finalisti Asqar Umarxon ustoz sifatida tushdi monitorda. Bundan men juda ham xursand bo'ldim. Va obrazga keladigan bo'lsak, birinchi sonda olib chiqadigan obrazim menga monitorda tushgan obraz Shahriyor reper obrazi tushdi. Buning uchun men bir tarafdan xursand bo'ldim, bir tarafdan xafa bo'ldim. Xursand bo'lgan tarafim, men Shahriyor reper yoshligimdan beri kuzatib kelaman. U menga plusga ishladi. Uni mimikalari, xatti-harakatlarini ustoz Asqar Umarxon bilan ishlashga qiynalmadim. Ular bilmaganlarimni o'rgatdilar menga. Juda ham repetitsiya jarayonlari zo'r o'tdi. Eng asosiysi mana endi yomon tarafi Shahriyor reper sochi uzun va u sochi o'rilgan, menda kalta, sochi o'rish juda ham qiyin bo'ldi. Repetitsiya qilib o'rdirib ko'rdim. Amallab qiynalib, lekin o'rdik. Buning uchun sochimni o'rdirishga menga yaqindan yordam bergan Feruz opaga kattakon rahmat deb qolaman va menga raqs bo'yicha Anor bolalar shou dastasi qizlari va Anor bolalar shou dastasi rahbari Gulbahor Mo'minovaga rahmat deb qolaman. Kuzatishda davom etinglar. Bugungi obrazim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Just rock with us, 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 just rock with us. همیشه elegant و سینیور به تکرار کمینه کمترین اسنو و شخیار همه شدان همه بختیار شرختن یعنی هیت بدیار برغن باز قدم یونه دوست کنه گز خودو برمزدم گمسوز غیبت چپون خط طرف روز برب نبایتش منو چون شرف هست براز گل پرشونه بگلشم شخص بلن هست بیگم بادی لالا چرچه من دختم قمر Xatar bu do'stlar, xatar bu dushmanlar. Ularsan bilan pul deb gaplashar. Balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas, lekin aqchim bo'lmasa hech kim ham yasholmas. Orzu havas ko'p, yashash yaxshi, yashash bundan ham yaxshi. Kel, mani to'plab kel. Mana cho'ntagimga kel. Kel, mani to'plab kel. Mana cho'ntagimga kel. Kel, money. Xo'sh, sahnada ishtirokchimiz Dilmurod Mahkamov bo'ldi va ularga yaqindan yordam bergan Anor bolalar shou dastasiga alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolgan holda